Assalomu alaykum. Katolos kanali hurmatli tomoshabinlari. Bugun Andijon viloyatiga polniy avtomatik katullarimizni xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz tayyorlab. Boshida turgan 335 kilovatlik bunkerlik avtomatik katullarimiz. Bittasi 20 kilovatlik. Sal kichikroq 200 kvadratga mo'ljallangan katulimiz. Oldilari 300-350 kvadratga mo'ljallangan juda ham kapasitesi kuchli katullarimiz. Polniy avtomatika. Yaxshilab qarasalaring, bizni showroomimizda shu o'zimiz ishlab chiqargan bunkerli katularimizdan bittasini ham ko'rmaysizlar. Faqat Turkiyaniki zavodskoyi bor xolos. O yerda bitta turibdi. O'zimizniki sal arzonroqligi uchun juda ham ulgurmayapti hozir. Mana shu tayyorlab, sirrazu mashinaga yuklab, ancha kech qoldik, mashinaga yuklab andijonlik klientlarimizga xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz. Kech bo'lishiga qaramasdan. Oldida bitta, ikkita, 3 ta 35 kilovatlik, orqada bitta 20 kilovatlik katulimiz. Bunkeriga 150 kilogramm atrofida ko'mir ho'kaz solinadi hamda o't yonuvchi qismiga avtomatik o'zini shnek orqali kerakli ko'mirni olib chiqib beradi hamda yoqib beradi. Bu mana o'zini miyalari ham bor. Shu miyalariga o'nli ustonovka qilib qo'yiladi. O'zi sekin avtomatik ishlayveradi. Xo'p, hammaga endi bu katullarimizni narx qiziq asosiy joyini aytib o'taman. Xo'p, oldidagi 335 kilovatlik $1,500 bo'ldi. Orqadagi 20 kilovatlik $1,350 dastavkasi bilan bo'ldi. Nimagaki bular qolgan o'zimiz katullarni, qolgan katullarni so'mda aytamiz. Bu bunkerlilarni dollarda aytyapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Bu bunkerlilarimizni hamma zapchasi o'sha Xitoydan, attan-battan dollarga keladi. Shuning uchun dollarga aytyapmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bu bunkerlik avtomatik katullarimizni qolgan katullarga qaraganda foydasi oldida zapas xoti bor, bachoy bor. Shu bunkeriga kimdir bachoy deydi, kimdir bunker deydi. Shu bunkeriga 125-200 kilogramm ko'mirdi, 200 kilogramm dollardan kechirasizlar, 150 kilogramm ko'mirdi. Shuni hisob qo'ysalaring, mana shu shnek orqali o'txonaga olib kirib beradi. Hamda kerakligini olib kirib, kerakligini yoqib, bunkerida 150 kilogramm zapas xoti bo'ladi. O'shuning uchun 2 sutka, 3 sutka yonib beradi. Shuning uchun avtomatik katullarimiz ko'p zapchast ishlatiladi, qimmat, shunaqa original motor, original reduktorlar ishlatiladi. Shuning uchun sal qimmat. O'zimizni rushnoy katullar deyiladi. Bularni ham bitta ko'mir zapravka qilib qo'ysalaring, xudo xolasa 20 soat 1 sutkagacha yonadi. Bu katullarimiz 2 kun, 3 kungacha yonib turadi. Shuning uchun qimmat narsa ishlatiladi va qimmat sotiladi. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, 12 ta viloyatga dastavkasini bepul qilib beramiz. O'zimiz ishlab chiqargan milliy bunkerlik avtomatik katullarimizni. O'sha simlari, o'sha turgan miyalariga qo'yiladi va kerakli haroratda va shnek bunkerga olib kirish minutini, yoqish minutini o'zingizlar tanlab qo'yasizlar. Bemalol chiroyli bo'lib ishlab turadi. Xudo xolasa Andijonga ketyapti. Kimga qanaqa savoli bo'lsa, qanaqa fikri, qaysi katulni narx qiziq, rasxodlari, dastavkalari kerak bo'lsa kommentariy yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib, shunaqa avtomatik, ruchnoy, rossiyskiy, turetskiy katullar kerak bo'lsa, o'sha kerakli tanishlarga shu video jo'natib qo'yamiz. Sizlar bahona, xudo xolasa katul oqtarib yurishmaydi. Xudo xolasa Andijon viloyati Marhamat tumani Asakaga katullarimiz ketyapti. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Bizni showroomga kelmoqchi bo'lsalaring, pastdagi raqamlarga Telegramdan yozsalaring, joyimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Bizi ko'mir qozonlar markazida rossiyskiy, turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan har xil 20 xildan ortiq ko'mirli katullar bor.
videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.